Qadrdonlar, assalomu alaykum. Farg'onadagi ishimiz o'z nihoyasiga yetgan. Hozir sizlarga qo'ldan kelgancha obzor qilib beraman. Bizni kuzatishda davom etinglar. Qadrdonlar, assalomu alaykum. Yana bir bor Farg'onadagi ishimizni sizlarga qo'ldan kelgancha hozir obzorini qilib beraman. 2026-yilda tunakafon ishlarimizni qilib uy egasiga topshirishda davom etyapmiz. 2026-yilda uyini tunakafon qildirmoqchi bo'lib yurgan akalarimiz, yurtdoshlarimizga fasonlarimizni ko'rsatib o'taman. Bu Farg'onadagi ishimiz 255 kvadrat tunaka ishlatganmiz. Tarnovlarimizdan 54 metr tarnov, 36 metr bambuk panellarimizdan qo'yib berganmiz. Общий hisobi 39 millionga tayyor bo'lgan xonadonimiz. Hozir sizlarga razmerlarini aytib o'taman. Qo'ldan kelgancha sizlarga qilgan ishlarimizni obzorini qilib beraman. Ko'cha tomon o'stirma shapkamiz 55 sm, tarnovda orqasidan duvalgacha 55 sm, uzunligi 20 metr bo'lgan shapkamiz shunaqa ko'rinishda tunakafon ishini qilib berganmiz. Ko'riblari bilan birgalikda aytgan kvadratimiz bo'lgan va ichkariga kiramiz. Ichkariga kirganimizda darvozaxonamiz bor. Darvozaxonamiz uzunligi 14 metrga 430 santimetrlik darvozaxonamiz shunaqa ko'rinishda, chiroyli holatda oq fasonimizdan chekalariga mokriy aralashgan bambuk panellarimizdan qo'yib berganmiz. Shunaqa chiroyli ko'rinishda qilib berganmiz. Uzunligi 14 metr, 430 santimetrlik darvozaxonamiz. Va bu tomonida ham bitta darvozaxonamiz bor. 4 metrga 8 metrlik yana bitta darvozaxonamiz. Bu joyimizda ko'riblarni shunaqa ko'rinishda ko'riblarini yasab go'zal qilib o'tib ketganmiz. Ichkari tomonimizda ham shapkalarimiz bor. Va ichkari tomon shapkalarimiz. Bu chekadan 11.70lik 50 santimetrlik shapkamiz, 75lik shapkamiz 8,5 metr. Va bu joyimiz 120lik 8 metrlik shapkamiz bor. Общий bu joyimiz kvadrat hisobi ko'riblari bilan birgalikda bu tomonimizda ko'rib bor, bu yerimiz ham ko'rib, ko'cha tomon shapkadan tushgan ko'ribimiz ham bor. Hammasi bo'lib 255 kvadrat tunaka ishlatganmiz. Shunaqa bambuk panellarimizdan qo'yib berganmiz. Общий 36 metr, 54 metr tarnov qo'yib berganmiz. Tarnovimizni ham shlipkalari bilan birgalikda qo'yib berganmiz. Общий bu joyimizga tarnov, bambuk paneli, usta haqqi, samarez, xullas hamma yo'g'i 255 kvadrat tunakasi bilan birgalikda 39 millionga tayyor bo'lgan xonadonimiz. 04 listimizdan oq mokriy ranglarimizdan ishlatganmiz. Kimga shunaqa tunakafon ishlari kerak bo'lsa, xudo xolasa xizmatlar vodiy bo'ylab 120 mingdan 140 ming so'mgacha jami xarajat ichida qilib beramiz. Tarnovimiz metrajli bo'ladi. Tarnovdan tashqari bo'lgan joyimiz tunakasi necha kvadrat bo'ladigan bo'lsa, shunga hamma yo'g'i ichida bo'ladi. Lesa usta haqqi sizdan bir mahal obed bo'ladi. Xudo xolasa hamma yo'g'ini chiroyli qilib olib kelib, aytgan materiallarda aytilgan narsalarni qilib beramiz. Va xudo xolasa bu xonadonimizni ham chiroyli ishlarni qilib berganmiz. Darvozaxonamizga bitta e'tibor berib qo'yasizlar, xudo xolasa. Bunaqa tekizligi, har tomonlama xudo xolasa chiroyli ko'rinishda qilib berganmiz. Kimga shunaqa sifatli tunakafon ishlari kerak bo'lsa, nomerlarimizni ekranlarga qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatimiz vodiy bo'ylab, masofani farqi yo'q. Xudo xolasa keyingi xonadon siz uyingiz bo'lishi mumkin. Bizni kuzatib boringlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.